Ömrüde çaşını qanchalik miqdorda qisqarsa yeterli. Boshning hamma yerdan qisqartish kerakmi yoki u yer bu yerdan qisqartishmi bo'lamdi? Çaşni tushirish yoki qisqartish haj va umr faoliyatlarining bir qismi bo'lib, hukmi vojibdir. Uni tark qilganlarga bir qo'y qon qilish vojib bo'ladi. Bu amal umr qilg'uchining Alloh taologa to'liq bo'ysunishining ifodasi bo'lib, Alloh taoloning mag'firatiga noil qiladigan va ajriga erishtiradigan toatlardandir. Olimlarning birdek ijmosi bilan haj va umr qilgan çaşni tushiradi yoki qisqartadi. Tushirishi afzal. Ayollar qisqarsa bo'ladi. Tushirishi behojat. Paynakboshlardan yoki beshida chash bo'lmaganlardan tushirish va qisqartish soqit bo'lamdi deyilsa, javobimiz shuki, agar beshida chash bo'lmasa, Hanafi va Maliki mazhablar qarashida chash tushirganga o'xshatib, beshiga ustur silvetish vojibdir. Chunki bu bir ibodat bo'lib, chash bo'lmaganida chashning o'rni bo'lgan teriga yetkiladi. Beshida yara yoki tingiq bo'lganlikdan beshiga ustur silish yoki chechini kesish faqatla mumkin bo'lmaydiganlardan bu amal soqit bo'ladi. Chash tushirishning afzal bo'lishining asosi shuki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Ey Alloh, chash tushirguchilarni mag'firat qilgin" deganida sahobalar: "Ey Rasululloh, qisqartquchilarni mi devassilar" degan. Rasululloh alayhisolatu vassalam yana "Ey Alloh, chash tushirguchilarni mag'firat qilgin" degan va 3 qatim shundoq takrorlagandan keyin 4-qatimda qisqartquchilarni mi degan. Buning asosan umr qilg'uchi erlar ma'lum sabablar tufayli chechini tushira olmasa, qisqarsa bo'ladi. Eng oz bo'lganda qanchalik qisqarsa vojib ado topgan hisoblanadi degan masalada, garchi olimlardan chashning hammani qisqartish kerak deganlarmi, 3-4 tal chashni qisqarsimi ado topdi deganlarmi bo'lsa-mu, ammo Hanafi mazhabining qarashida boshning 4dan 1dan oz qisqarsa vojib ado topmaydi. Qisqartish miqdori eng oz deganda barmoqning 3 ugisichilik, ya'ni 2 sm atrofida bo'lishi kerak. Qanoatimizcha erlar chashning hammani tushirishdan iborat sunnat va afzal amalni tutishi lozim. Tutalmaganlar qisqartishda shariatda aniq bir chek qo'yilmagandan keyin o'zining ahvoliga qarab chechining hammasidan yoki 4dan 1dan ko'ngli taskin topqudak uzunlikda qisqarsa vojib ado topadi. Ayollarmi o'rim yoki o'rim bo'lmagan chechining hammasining uchidan bir miqdor kesvasi bo'ladi. Ammo 3 tala chashni qisqartish hisob bo'ladi degan qarash garchi ba'zi mujtahidlarning qarashi bo'lsa-mu, uningdan ko'ngil ancha xotirjam bo'lmaydi. Chunki Alloh taolaning "Ondan ular kirlarini tozasin" degan amri o'z ichiga olgan chash tushirish va qisqartish haqiqiy ma'noda vujudga chiqmagan bo'ladi. Uning ustiga buning bilan bu vojib amal ado topmaydi deb qaragan ko'pchilik olimlar xili salmoqni egallaydi. Demak, chashni tushirmaydiganlar chashni yostib etish vujudga chiqqidek qisqartishi lozim. Shunga bu masalada Hanafi olimlarining qarashini tanlangan qarash deyishga bo'ladi. Shuningga diqqat qilish kerakki, chash tushiradigan yoki qisqartadigan kishini topolmaganda aldirablar ihramdan chiqib olmay, hech bo'lmaganda o'zining chechini o'zi tushirib yoki qisqartib, ondan ihramdan chiqish lozim. Vallohu a'lam bis-savob.